Tezkor xushxabari. Endi prava olmoqchi bo'lganlarga to'lov pullari to'lab beriladi. Hozirgina O'zbekistonda xushxabarlar tarqaldi. Tezda O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llasin. Diqqat! Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga pravaga o'qish uchun o'qish pullari to'lab beriladi. Qonunchilikka asosan daftardagi yoshlarning avtomaktabda o'qish xarajatlari qoplanadi. Bu miqdor BXMning 4 baravarigacha 1.320.000 so'mni tashkil qiladi. Buning uchun avtomaktabda o'qishni istagan yoshlar tuman yoshlar ishlari bo'limiga ariza hamda o'quv kursi shartnomasi nusxasini beradi. Ushbu shartnomada ta'lim tashkiloti nomi, o'quv kursi yoki kasb-hunar nomi, 1 oylik to'lov miqdori va umumiy muddat ko'rsatilgan bo'lishi lozim, deyiladi xabarda. Azizlar, xabarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.